Maqtanish basu dunyodagi eng go'zal kasb-hunarlardan biri sartaroshlik. Hunarini orqasidan hajga borganlar ham sartaroshlar bo'ladi. Yonida qaychi tarag'i bo'lsa bas. Ko'cha-kuyda osmon u yerda noni bor. Bizi hunarimiz eng go'zal, eng pokiza, aldov yolg'on aralashmagan kasblardan. Hech bir qaysi davlatda, hech bir qaysi shaharda xor bo'lmaydigan kasblardan. Yozda salqin, qishda issiq, o'ziga xon, o'ziga bek kasblardan. Olim u milliarder bo'lmaysizmi? Hunar o'rganing, bir kun as qotadi. Hey hey do'stlarim, yurting to'yib